İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklanish shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklanish shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklanish shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasatchi Umidvar Mahmud. Ben riyasatchi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi barliq hurmatli ustozlar, shundaqla barliq tomoshabinlar. Mana programmamizning hammamizning yurgin soldiradigan bosqichlari oxiriga yetib keldi. O bo'lsa-mu PK bosqichi. Bu bosqichda qandoq bo'ldi degan chaqda hozir 5 guruh ustozlarning hammasının mahir sani 12 yetdi. Yani o'xshashlar ustozlar orqa qarab o'tirdi. Endi chiqmoqchi bo'lgan mahirlarga o'zining mahirligini bildirsa bo'ldi. Lekin agar tanlanib qolgan shu mahir bo'lib qolsa, shu tanlagan ustozning gruppasidagi xohlagan mahirni tanlab raqobatga tushsa bo'ladi. 30 sekund vaqt berildi. Chingchang hisobda musiksiz holatda naqsh etadi. Ustozlar o'zining vaqtiga qarab to'xtasa tamoman bo'ladi. Şu gruppidagi ustoz xohlagan ikki mahirdan birini tanlagandan keyin tanlangan mahir shu gruppining muqim a'zosi bo'ladi. Boshqa mahirlar u mahir bilan PKga tushanmaydi. Shallangan mahir musobaqadan bevosita shallanadi. Xo'sh, undaq bo'lsa, hurmatli ustozlarimiz, shundaqla mahirlar, tayyorlig'inglar bitdimi? Undaq bo'lsa, bizning ko'zimiz sizlarda, sizlarga omad yor bo'lsin. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmamiz davomlasin. Narat, her ailege söygü tarat. Növət səhnəyə çıxıdığan Mahir 630 numaralı Mahir. Salam dostlar, ben 8-qaror Narat Ipak Yo'li programmasininki Mahiri Anqaraman. Ben bu qitim bu programga qatnashish maqsadim o'zimninki naqsh etish jihatdagi alaydiligim va kamchilikimni bayqash uchun keldim. Başuya idep Mecnun çal bir gün Çıkalmış bulak boyuga Çıkalmış bulak boyuga Özüm görüp bulakça bir gün Kitalmayın Kaptıya Üzüm görüp bulakça bir gün Kitalmayın kaptıya Mecnun çal Mecnun
çal Mecnun Şundan beri gün ve tün ötüp Ultramış yayıp saçılıyıp Ultramış yayıp saçılıyıp Özü bulup özü yemeptun Alalmazmış suda başını Özü bulup özü yemeptun Alalmazmış suda başını Mecnun tam Mecnun Mecnun tal Mecnun tal Mecnun tal Mecnun tal Mecnun Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam ustozlar hamda o'quvchilar hamda yaxshi qarindoshlarim. Menki Anqaradan var Qo'lchidan keldim. Sizlarga o'tliq salomlar olsun, rahmat. Anqar Anvar aşu Pıraklarının arlık pıraklarıdıllı ben bunun golculuk ekanligini his qilibdim. Rahmat. Men Naqshga golcu pırgınımı sandırıp yaxshi etding. Şoňa birinci olap aylandım. Ustuxanаңga bedeningga loyiq avazing baki efkem. Rahmat ustoz. Yaxshi etding fikrim, naytumda etding. Rahmat ustoz, rahmat. Bu naqshini oili Adiladamning gruppasi Arafat aytgan. Shunaqa. Pek chiroyli aytgan. Asosan ana aşı dairde aytib qilsa, bugun bu nayt yaxshi bo'ldi. Hamda naq maydonda aytgan bilan haliqi tayyor akkordlashtirilgan muzikaga aytilgan o'shikka o'xshamaydi. Peyzi aytdi. Yaxshi Sizlar aytding. qilgan gaplarni ustoz desin. Peyzi yaxshi aytding. Bo'lsa, azroq asıltıp etgan bolsang, texmi balkim hissiyatga texmi cho'kib itala bo'g'oytong deb o'yladim. Yaxshi o'rindading. Unda qilsa gapni bizmi uzatmayli. Unda qolsa o'zingninki yo ko'nglingga pikkan, yoki yaxshi ko'rgan ustozlaring bo'lsa, birini tanlasang, shuning bilan pekini boshlab ketsak. Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa, meni tanlashim Adaş etkençe yaxshi ko'ramsa? Yaxshi ko'rmaysan-chi? Oo, ishmisam turolmayman etkençe. O'g'ilchilik degan zodi etkencha ishimiz. Amal yo'q adaş. Biz shu etkençimizni Naratning sap sutiri bilan ichib Mana buni sanga tavsiya qilaman. Unda bo'lsa, meni tanlashim Narat Amara gruppasi. Qanday bo'lsa, o'zing qarab mana bolalar. Meni tanlashim bala. Qaysi? Keldik. Qada.
Yani o'xshashlar. Bu yoqdan kelaylik. Quddus. Qani, tayyorligingiz bitgan bo'lsa, naqshingizni anglaylik. Ben armanım yok diyeyim size nakşen et biri. Armanım yok, yarım bolsan yanımda, uvalım yok. Gazan bolsam şahında, amalım yok. Benim senden başka ilticayım yok. Armanım yok, yarım bulsan yanımda, uvalım yok. Gazan bulsam şahında. Oldu, peyze. Rahmat. Qani, unda qolsa, siznikini anglaylik. Hamsa men Baxil Sulayman ustozniki Yulduzum degan naqshni avdisini aytib bersam. Qani. Fakat kol yeşirin hatire sen yarımı söygen çıkımda. Fakat kol yeşirin hatire sen yarımı söygen çıkımda. Bo'ldi. Tanlash navbati, ya'ni o'xshashlar. Yaqlamsiz. Gel kılana. Narat Hamra gruppasi keldi. Ishkanglar maslahat qilinglar. Bizden yürek meslet kıp oldu olayım. Maslahat qilmasaqmi? Ikkisi ikki xil uslubdagi ahondagi naqshni aytmasmi? Hozir bir qadar qiyin bo'lib qoldi. Chunki shunda bo'lsa-mu, ham birini tanlamasak bo'lmaydi ku bu yerda. Ham ovoz sharoiti ikkisidan ikki xil hozir holatda. Quddusinimmi boshlanish kimlar bilan shunda chiroyli o'rindab badang, Anqarın bayt naqshni shunda chiroyli o'rindab badang. Unda qilsa men bu gapni bak uzatib ketmay, meningki, bizningki Hamra gruppasining tanlashi ham mening qararim bo'yicha, mush og'inamning qarori bo'yicha hamda chiqiray shu qarorni. Xo'sh, tanlashingiz? Anqar bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hamda Quddus enam sen bilan biz bor. Ya'ni bundan ikkalini birga mengib yo'lda mansaq bo'ladi endi. Men ko'nglimni yerim qilsa olmaydi. Xo'sh, shunday qilsa. Quddus. Sizdan bir yurak so'zingizni anglaylik. Ha? Qani, marhamat. Oldu baştan hem de beni tallab bölüp bergen hem ustozlarga rahmet. Jalal kamgımı rahmet etme. Sen Absami kamgımı rahmet etme. Sizga rahmat. Qani, chaqlarimiz berganmasan do'stlar. Yolda dostlarım kaldı İpek yolda. Növbətli meydana çıxıdığan Mahir 2423 numar. Salam ekran aldidagi barcha do'stlar, yaxshimi? Men Qomuldan kelgan Mahir, Yangul bo'laman.
Yaxşımı qaranğuda, qaranğuda yandırğan çırağım sen. Ürgülmənək hər cayda seni deymu alaydadır. Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sapsüti mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Adaş dostumuz Munira ağırıp kaptı, nime yapmasak bola? Elbette Narat'ın böldürgen temlik sapsütünü ip barayılcı. Bu soğukatlık kılışqa hem yoklap berişqine ait eplik, temin ait peyzi. Əcəb yaxşı. Biri Mağansə. adeş yoklap. Salam dostlar, salam muşu ekran aldıdaki bahçı körörmənlər, salam ustazlar. Mən Qomullu şəhərindən gələn Mahir Reyhangül bolmen. Ey, qarşılamaz. Hazır mı kesip bilen şoğullansınız, sanat kesip bilen şoğullanamsınız? Hazır özümdən kəsbi qırımçilik bilan obrazlaylaş bilan şoğullanman. Onundan sırf muşu Qomullu şəhərindəki Naxçıvəskarlarga işdən sıdqı dərs ötmən degəndək musiqi cəhətdən. Nakşı etiş maharetinizde bolsun, şu xalq nakşısını yenidən akordlaştırıp ekepsiz, ha? İş qandaq mesele yok. Hakikaten yaxşı. Lekin keçirim sorayım ama öğrenmeye kaldım. Keçirim sorayım sizden. Muşu näge barsan qağa degan muşu naqşa nurgulluğa naqşlarınki muşu musabaqada ilqi gayda am bek çirayliq kuchaq qaliq naqşı. Ha. Bek çirayliq naqşa lekin muşu qandaq kim muşu naqşını tanlap qalgan mahirlar köpün asas jetimiş İpek Yolda qaytib qalatıdı. Nima deganda bu nayt inki puraq talab qiladigan hem suratni talab qiladigan, şivin talab qiladigan naqsh bo'g'a chiqimikin hamda ko'pincha mahirlarimiz shuni bilan ketib qolib, ma naqshida shundaq ovoz tarbiyalangan ovozdek aytayotdi naqshni, lekin suratga yetishmayotgan bir xil kayfiyat bor-da. Shunga biz hamda o'rlanmay qolib qoldik. Mening urib aytganim bor, lekin aş naqshamni joyiga sal bormagan, lekin ovoz shunda chiroyli, shunda go'zal. Ovoz chiroyli. O'rindashim shunda yaxshi bo'ldi. Tankash muzik sababli. Ha, men shunday his qildim. Qolib qoldi. Shuni to'g'ri tushungansiz. Xush geldiniz, qarshi olamiz. Avval naqshingizga rahmat. Naqshingizdan shunda huzurlandim. Bu naqshini mening quliqimga bak singib ketgan. Demişqa deseniz ayolum kündü öyde eğit dep bu naqşını ço. Näge var zahir depme? Quluqum sındırıp etken şuna. Baştan ahırı naqşınızdan huzurlanıp otladım. Lekin Abdesami inimiz degendek bazen uşaq severlikle tüpeyildin men öğrenmeye kaldım. Lekin naqşınızdan hemmimiz degidek huzurlandık. Naqşыңызға rahmat. Rahmat. Hazır şu hemimiz gap qilsak, özürdən başqa gap yo'q. Biz özümüz özür aytamiz. Şu muş sahnaga chiqib, mushunchalik mush bosqichda naqsh aytmoqdan o'z bir natijadab ketib bar nurg'ulgan mayirlar. İşimizga sizning bunday ishlaringiz yaxshi bo'ladi. Müşahid qaysi muallim bilan bundan keyin davom hamkorlashsangiz tamamen bo'ladi. Sizdan kechirim so'raymiz. Rahmat. Ya, hech qisi yo'q. Men bir ikki qizga qilay. Nima yoshlardan gap talashqim yo'qdi. Endi yig'ib aytganda yaxshi aytdingiz. Bu odatsiz cho'qim yaxshi aytsiz mana naqshini. Bunda qarab bilvag'il oldu. Sizda bir jiddiylashishdan azroq jiddiylashishdan boshqa ishim yo'q. Yaxshi aytdingiz. Endi shu bir agitmi puraqlar sal murakkab emasmi? Sakniga chiqqanda o'diqida qarang. Siz ko'nglingizni yaxshi aytdim deb qarang. Cho'qim yaxshi aytdingiz. Rahmat ustozlarniki isil teşekkürler ve çok teşekkürler olsun. Ben şu sahnedən düşüb ketiş aldıda bir ikki qız söz qo'yasam. Aldı bilan özümning ata-onasiga köp rahmatlar aytaman. Meni izchil qo'llab mushu oxirgi mushu bosqichlargacha kelib bergan, o'zining orzusidan voz kechib meni aldı bilan mushu sahnaga ittargan mening yo'ldoshimga köp rahmat aytaman. Rahmat sizga, qo'llig'ingizga. Ham mushu ustozlarning shundaq bugun ko'nglim rost gapni desam
bak yerimmi bo'lmadi. Chunki o'zimmi davomli shu Qo'mil shahridagi uşaq sahnalarda yoki cho'ng sahnalarda naqsh etayotgan. Hamda men shu sahnaga chiqish asli orzuim botdi burun-burundan. Ham turmushning halakchiligida kep bo'lmadim oldin qarorlarga. Shu qarorga kelgandim. Ustozlarning ta'limlarini anglab, o'zimni bir sinab baqay degan maqsadda kelgan. O maqsadlarimga yetdim. Men endi davomli shu san'at sohasida endi tirishib, yani o'zimning ishlarini, san'atni hargiz unutib qolmayman. Rahmat sizlarga. İpek yolda dostlarım kaldı. İpek yolda seviniş kaldı. أنا مغادة كده راسي الله 晚风吹来了芳香，呀里咕啦，我在寻找着你呀，呀里咕啦，日夜思念的情人，呀里咕啦，好想拥抱着你呀，呀里咕啦，谁能温暖你的心，呀里咕啦，一咕啦，我不是你心中的那个傻瓜，谁能融化你的心，呀里咕啦，一咕啦，谁会嫌弃你的该都来啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦。上盛开的雪莲花，晚风吹来了芳香，呀里咕啦，我在寻找着你呀，呀里咕啦，日夜思念的情人，呀里咕啦，好想拥抱着你呀，呀里咕啦，谁能温暖你的心，呀里咕啦，一咕啦，我不是你心中的那个傻瓜，谁能融化你的心，呀里咕啦，一咕啦，谁会嫌弃你的该都来啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦。山上盛开的雪莲花，说话，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，天山上盛开的雪莲花，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦，大大的眼睛会说话，呀里咕啦，呀里咕啦，呀里咕啦。呀里咕啦，呀里咕啦，天山上盛开的雪莲花，天山上盛开的雪莲花。Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirkəti Narat Subsidi mahirlərinin utuq qazanışını ümid qılıdı. 感谢两个舞蹈选手。老师们好，现场丝绸之路之声的观众朋友们，大家好，欢迎欢迎欢迎，各位老师好。
此时此刻也非常的激动，也非常的开心。第一次来到我们丝绸之路之声的舞台上为朋友们献歌，非常的荣幸。在这里我自我介绍一下，我是来自新疆流行音乐协会的理事，新疆旅游服务行业商会的宣传大使刘玉飞，非常开心。欢迎欢迎，我也是流行音乐协会。欢迎，首先是欢迎这次来到我们的丝绸之路好声音，给我们的大力支持。然后这个雅鲁古拉，你那个从维语版本直接翻译了，还是自己就是写词儿？这个词是胡杨老师的词。哦，胡杨老师，对，胡杨老师的词，怪不得那么好听。对，我重新做了编曲。对重新编曲也特别好听，谢谢。这几天我们也特别辛苦，像你这样的给我们带来了一种激情的这种歌，真的很好。谢谢，感谢老师。希望你以后的舞台以后在更大的舞台上展现自己。谢谢。然后我们希望你常到我们的丝绸之路好声音来做客。好的，我太喜欢这儿了，真的。谢谢阿迪拉老师。然后也祝福我们丝绸之路之声好声音的舞台，能够为大家更多的来展现，然后祝福大家都能取得好成绩，然后祝丝绸之路之声好声音红红火火。谢谢，感谢，同样的祝福也送给你，同样的祝福送给您，谢谢老师的到来，谢谢。感谢，我真的好激动啊！因为看着在座的各位老师、各位前辈，真的。此时此刻特别的幸福，我感觉我好像我来参加比赛一样的激动。我们也很激动，这是我们栏目组谢谢心意。很荣幸能够在第8季纳热特丝绸之路之声栏目中，听到你这么美妙动听的歌曲，也希望每一季的丝绸之路之声栏目舞台。再次能见到你好的，我特别喜欢这里，然后我也希望我经常可以来到我们丝绸之路之声的舞台上。再一次的感谢各位老师和现场的观众朋友们，谢谢，我们随时欢迎你，也祝你艺术生涯越来越盛。再次把掌声送给刘亦菲美女。好，谢谢大家，谢谢。Növbet sahneге çıkmakçı olan Mahir 2545. Mahir kızgın karşı alımız. Salam, ekran aldiki barcha ez görmenler. Menki 8. karar Narat Ipekgul Sadas programımızdaki Mahiri Ahmetcan'da utluk salam bolsun. Mındın birini esen Tügümeydi menin derdim Ayrılıp giteydi sen Üzülmeydi gümül rişti Dosthınım aman aman ey Vay vay aman
bir uykuda yatsam Etini kamçılap öttü Özün mu yok, sözün mu yok Yürekke ot silip öttü Dostum aman aman ey Vay vay aman Ya dedelemler yaman Dostum aman aman ey Vay vay aman Ya dedelemler yaman Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirketi Narat Sap sütü mahirlarının utuq qazanışını ümid qılıdı. Narat Her ailege söygü tarat Salam ustazlar, salam tomoshabinlar. Barchangizlarga menda o'ttiq salom, oliy ehtirom bo'lsin. Men Atush Aqto'din kelgan Mayir Ahmedjon bo'laman. Qarshi olamiz. Ahmedjon inim yaxshi o'rindada. Azroq jiddiylash bo'lib qoldi ya, inime. Burun o'rindab kelgan bola siz yaxshi. To'g'ri. Bir azroq jiddiylash bor. Shuning o'la afsus o'rlanmay qoldik ukam. Lekin ko'nglimizda naqshingiz haqiq ishtiyoq bilan anıldık. Azroq jiddiylash degan nima demdi bo'ladi. Ana bu sakinda o'zingizni bir namoyon qilganingizdan o'zimi bir o'zingizmi? To'g'ri. Xo'sh bo'lasiz emasmi? To'g'ri. Endi bizning o'rlanmaganimizni azroq kechirayotgan to'g'ri tushuning ukam, ha? Yo'q, o'zimdimi kamchilik bor, ovoz butuk. Amaliyotda bu naqshini men 2015-yili 69 padisda o'rnagan. O chaqdimi shu jo'saga chigaman shu naqsh bilan. Shu muzikami shu chaqda ishlangan muzika. Endi bu ovoz endi 10 yilning tarafida sal chekinish bo'ldi-ku. Albatta. Ovozim ras butuk. Amaliyot bundan yaxshi aytgan shu chaqdimi. Mo'shxil kuy bilan, mo'shxil uslub bilan o'qigan. Hargiz bilgan o'zimni mayada ustozlarimiz o'rlimidi deb uningni ma'zilib ketmayman. Agar o'rlib qolgan bo'lsa-mu, men ko'nglimda pekiga tushgan bo'lsam, hamishadagi ma'lum bir ustozningki bolalardan birisi yoki men shu yerda mush yosh bolalarga berishim mumkin degan sahnani men shuni ko'nglim pukib olganman. Alla burun. Esas men ko'nglimda ket. Chunki men bu Aqto'nayizda o'zimizga bir tushliq bir chang'iz bo'yicha ketib borma. Yeshimizmi bir yak berib qoldi. Shunda bo'lsa-mu, men tunji qaraliq Ipak yo'l sadosiga kelamagan. Shunda tanlanib tunji qaranikiga.
Şu istekler mening qalbimga pukilganligi uchun bu da hamda tizimiltib shuning bir fursat bo'libdi ekan. Shu o't ichimdan chiqib bo'lolmaganligi uchun men bir baray degan niyat bilan kelgan. Qandaqdir mayli o'rilish, o'rilmasin, u bir san'atchiga naqshga nisbatan elib aytganda sahnani ko'rish, sahnada o'zining amroq bir naqshini aytib olish, uningdan zo'r ish yo'q deb qarayman. To'g'ri. To'g'ri gap qildingiz. Men hamda ikki og'iz gap qilgim keldi, chunki ikkimiz bir o'stani suyini ichib cho'ng bo'lgan balla ekanmiz. Onun üstüge meyada o'tirgan 5 ustoz qaragan vaqtida hamda atishningki naqshlarni bir qadar bizningki to'mirimizga sinib shu bizningki attiganlik nashtiligimizdek bo'lib ketgan naqshlar. Siz naqshini yaxshi aytdingiz. Bu yerdagi savollik nada desangiz, bu muzika 2015-yil ishlangan muzika, shundami? 10 yil burun. 10 yil burungi muzika bilan 10 yil keyingi muzikani emas. Siz bir ay burun ishlagan muzika bilan bir aydan keyin ishlangan muzikalar odatda bir kun burun ishlangan muzikalar bo'lsa-mu, ancha-muncha farqi bo'ladi-ku. Shunlashqa birsiga naqshingizningki shu xorichi muzika bo'lganligi uchun muzikami azroq ko'na, lekin ovozingizda cho'ng mas'ul yo'q. O siz yoshga cho'ng olib ketdim degidek ve 70-80 kirgan buvoy emas. Naqshini shunda payz etdingiz. Endi ma programmaninki xarakteri da bir qadar keyingi bosqichlarda sal texmi yuqori saviya, texmi yuqori bir iqtidorni talab qiladigan sahna bo'lganligi uchun biz 5-6 yildan o'rlanmay qoldik. Shunlashqa qattiqlik mayuslanib men aytolmaga o'xshayman yoki men endi yoshga cho'ng'lab qolgandagi emas. Siz payz etdingiz. Shaxsan men siz bilan birga bir ash ko'plikni aytib beqib, aytolmay to'xtab qoldim yerimda. Bunun kuyimi bir qadar yuqori, asli kuydan 1-2-3 kuy yuqori. Hech qisi yo'q. Uning mavzuligi yo'q. Bu yerda qandaqdir o'rilish, o'rilmaslik u muhim emas. Biz sahnaga chiqib bu chirog'ning yo'rig'ida shu naqshni aytib olish ajoyib bir cho'ng ish. Men shunday qarayman. Rahmat. Sizga rahmat. Kelaman. Dostlarım kaldı ipek yolda sığınış kaldı. Növbətdə səhnəyə çıxmaq olan Mahirimizin nömrü 1945. Salam ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar. Men 8-qarar Narat Ipak yo'li programmasi Mahiri Bilaldan Qahar.的山脊高过云头，这里的太阳晒花石头，这里的孤独没有尽头，这里的绳索守望在高天里头，这里的思念藏在心头，这里的尊严高昂着头，这里的深情没有尽头，
这里的士兵把使命扛在肩头。我站立的地方是中国，我用生命捍卫守候，哪怕风刺刀来山如铁，祖国山河一寸不能丢，不能丢。这里的山脊高过云头，这里的太阳晒化石头，这里的孤独没有尽头，这里的绳索守望在高天里头，这里的思念藏在心头，这里的尊严高昂着头，这里的深情没有尽头，这里的士兵把使命扛在肩头。我站立的地方是中国，我用生命捍卫守候，哪怕风刺刀来山如铁，祖国山河一寸不能丢。我站立的地方是中国，我用生命捍卫守候，哪怕风刺刀来山如铁，祖国山河一寸不能丢，不能丢。我站立的地方是中国。Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçilik Cheklik Mas'uliyet Şirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Ben Sancı Mori nahiyesinden gelgen Bilal'dan Kahar. Asker bo'lganmi? Ben bu şu 25 yıl 9. ayda bu şu tüy vücudun 8 yıl işe turib, burun bu şu sanat mektep okuganman. Sanat mektep 2 yıl okup bo'lgandan keyin harbiylik ketdim, şunun bilan qaytib kela olmay davlatga bir kishilik tepamni qo'shib qoldim. Qarşılamayız. Rahmat aytamiz. Ha, şu 5 malimdan birini tanlab siz piki bosqichga kirib keting mencha. Mening oxirgi tanlashim Narat.
narat, narat, narat. Her ailege söygü tarat. Ya adaş, qanday var, yaxshimi? Lemada? Nega mağamız adaşım şu naratның substitutlarını elip öğüm aldım va. Ya ben şu mana ayollar ma bildirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar ma substitutni yaxshi ko'rdi. Shunishlarni elib mangdim adashman men. Adaş, onu so'manglar şu bizden çoğunlarımı könüp aldı da hozir. Yaxshi ishlab demasman. Et degende qopaplam işimizde uyg'utdi bedemne. Peyze. Bo'ldi adaş, bo'ldi. Mening oxirgi tanlashim Narat Zoir Shoh ustoz. Aldığınızda otagan savaqdaşlarınki hemmisi şu İpek yoldaki sizinki savaqdaşlarınız. Örtürüp algan savaqdaşlardan xalığandan birini tanlasanız boldu. Üstüden sanaganda ikinci ret oң tarapdaki bola. Yana o'xshashlar Soyibxon komandanikilayli. Onda bu saldı bilen Ustoz Zoir Shoh Abdumetning janangi söz temisligi naqshining avjisini aytib berasam. Qapqara qo'y ko'zligim qoshingni qilsangchu qara qapqara qo'y ko'zligim qoshingni qilsangchu qara Rahmat. Bilaldin. Oxtur biligim avjisi. Ayağımda madarim yok yarey el bilen mağalmayım. Ayağımda madarim yok yarey el bilen mağalmayım. Rahmat. Hoş bulanılmağı ve sanla. Zoir Shoh ustoz. Sevet bile gül teyalanla. Naqlayli. Hoş. Sen qaramanda qil. Sen qana qilsan ola? İpek Yolu Sadası programımızdaki şu aldığımızdaki şikayetimizdeki aldığınki ve keyinki ifadelerindeki nispeti bo'yicha ben tanlashыңыз. 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 Bo'lana. Eldar'ın tanlashım. Mübarek olsun. Eldar ma soğuk tanıdı oldu. Bilal'den. Sen düşüp Bilal'den düşkende bizden koşuversen qalan gapni topda deyishimiz. Hozircha miyadagi bo'layotgan ahvolni olmay biz deyishdik, siz maydonda bormi yo'qmi bilmadim. Biz o'rilishga tegishli bo'lgan Mahirning har qandayga o'rlayveramiz. Oxirida ya birisi qilib qoladi, ya birisi tushib ketadi. O'quvchilar, Mahirlar, o'zinglarmi to'g'ri tushuninglar degan gapni qilishdi ustozlar. Shunlashqa men bugun sizdan kechirim so'rayman. Qolganni sahnadan tushgandan keyin ishadagi ishlar tukkanda men siz bilan o'zim ayrim aloqa qilishman, o'zim ko'rishman. Rahmat ustoz, rahmat. Qani. Xo'sh, undan davomli Bilaldinning shirak so'zlariga quloq solamiz albatta. Qani, Bilaldin. Men uchun 5 ustoz hammasi o'rinda qaylandirdi. Rahmat sizlarga. Bundan yurak so'zim meni kichikimdan cho'ng qilib boqqan ota-onamga rahmat. Keynimda menga rag'batlan bergan ayolimga rahmat. Qanday qiz xo'sh. Ba'zan so'zlar oddiy sotib olsa-mu odamning jur'atiga beribdi deb o'ylayman. Qanday qilsa ustozlardan ko'rsangiz bunda qanday marhamat.
İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası, kuş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası, kuş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadim ipek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Ketarkan dalaga köy naqshimiz fakir.